Oltin to'pni bu safar qaysi futbolchi olishi kerak? Keling, barcha nomzodlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Bu videoning birinchi qismi, siz ikkinchi qismini sahifamdan topasiz. Bizda dastlabki nomzod Erling Haaland. U 2025-26-yilgi mavsumda Jahon chempionatini qo'shib hisoblaganda 52 o'yinda 38 gol urdi va 9 assistni qayd etdi. Bundan tashqari Manchester City bilan Angliya Liga Kubogi hamda Angliya Kubogiga ega chiqdi. Norvegiya terma jamoasi bilan esa Jahon chempionatida chorak finalgacha bora oldi. Lekin uning qo'lga kiritgan sovrinlari va terma jamoasi bilan qayd etgan natijasi bu oltin to'pni qo'lga kiritish uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Undan keyingi nomzod bu Declan Rice. Arsenal safida 55 o'yinda 5 gol 11 assistni qayd etdi. Jahon chempionatida esa o'z hisobiga bitta golni yozib qo'ydi. Arsenal bilan Premier Ligani qo'lga kiritgan. Angliya terma jamoasi bilan esa Jahon chempionatida 3-o'rinni egalladi. Declan Rice'ning pozitsiyasidan kelib chiqadigan bo'lsak, uning asosiy vazifasi gollar va assistlar emas, va Arsenal hamda Angliya terma jamoasida yarim himoyada o'yinni qurishda asosiy rolni bajardi. Lekin Declan Rice ham oltin to'pni qo'lga kiritishi biroz imkonlari pastroq. Undan keyingi nomzod bu Michael Olise. Fransiya terma jamoasida ham, Bavariyada ham ortda qolgan mavsumda u dahshatli o'yinlarni o'tkazdi. Statistikasi ham super darajada. 2025-26-yilgi mavsumda Michael Olise 52 o'yinda 22 gol hamda 31 assistni qayd etdi. Bavariya bilan Bundesliga hamda Germaniya Super Kubogini qo'lga kiritdi. Michael Olise Bavariya safida ham, Fransiya terma jamoasi bilan Jahon chempionatida ham juda ajoyib o'yinlarni o'tkazdi. Ammo bu oltin to'pga ega chiqmasligiga sabab mana shu Jahon chempionatida 4-o'rinni egallagani bo'lishi mumkin. Keyingi nomzod bu Kylian Mbappe. Ortda qolgan 2025-26-yilgi mavsumda Mbappe 44 o'yinda maydonga tushdi, 42 ta golni kiritdi va 7 assistni o'z hisobiga yozib qo'ydi. Jahon chempionatining eng yaxshi to'purari bo'ldi va Jahon chempionatida ham Fransiya terma jamoasining yetakchisiga aylandi. Va oltin to'pni qo'lga kiritishida asosiy to'siq bu Fransiya terma jamoasida 4-o'rinni egallagani va ortda qolgan mavsumda Real Madrid bilan hech qanday sovrin yutmagani bo'lishi mumkin. Va videoyimizning birinchi qismidagi so'nggi nomzod Usmon Dembele. Usmon Dembele 2025-26-yilgi mavsumda Jahon chempionatini qo'shib to'plaganda 40 o'yinda 20 ta gol urdi va 11 ta assistni o'z hisobiga yozib qo'ydi. PSG bilan Chempionlar Ligasini, bundan tashqari Fransiya chempionatini qo'lga kiritdi. Oltin to'pni qo'lga kiritish uchun asosiy nomzodlardan biri amaldagi oltin to'p sohibi va uning ham oltin to'p yutishiga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan narsa bu aynan Jahon chempionatidagi 4-o'rin. Ammo agar klublar futboliga qaraydigan bo'lsak, Usmon Dembele yana asosiy nomzodlardan biri bo'ladi. Videoni mana shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Qolgan nomzodlarni siz sahifamga joylanadigan ikkinchi qismdan topasiz.